Qashqadaryo viloyat filharmoniyasidan yosh ijodkorlar bo'yicha Aslında Telegram platformu. Aha. Shundan non yeb keladi, to'g'rimi? Bizlardan sizlar foydalanishingiz kerak. Bugungi uchrashuv juda samarali bo'lib o'tdi. Men ko'pdan beri qiynab kelayotgan savollarga yechim topdim. Bosh direktor maslahatchisi bizga o'zining fikrlarini, takliflarini berdi. Juda ham chiroyli fikrlar, chiroyli suhbatlar bo'lib o'tdi. Biz yoshlar bilan ochiq muloqot qilgani ko'proq yoqdi bizga. O'ylaymanki, bunaqa suhbatlar, bunaqa davralar ko'proq bo'lib turadi. Men o'z takliflarimni berdim va o'zimning rejalarimga yo'l ko'rsatib berdilar. Kelajakda o'sishligim uchun. Men Uzrukova Shehra, mana shu Qashqadaryo viloyat filharmoniya bo'limining balet artisti, raqqosasiman. Shaxsan o'zimning bir qator murojaatlarim bor edi. Shu imkoniyatdan foydalanib bugun o'z savollarimga ijobiy javoblarni oldim. Va shu fursatdan foydalanib O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligiga, O'zbekiston Davlat filharmoniyasiga, Qashqadaryo viloyat filharmoniya bo'limi yoshlari tomonidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va yana shunday suhbatlar davomiyligi bo'lishligini kutib qolamiz.